Masalan, bu gulimizni turpog'i boshqacharoq. Bunga oddiy suv quyuverish kerak. Oddiy turpoq-ku bu. Ha, shuni oddiy suv quyuverish kerak. Chunki bu o'shanda to'yib ichib oladi-da. Va mana bu anaqasi tez shimib oladi. Shuning uchun bunga shu oddiy atrofi quyish kerak. Bir xil gulsevarlarimiz bitta xato qiladi har doim. Bitta joydan turib olishadi, bitta joyga quyishadi. Bu xato, chunki bitta tarafi ho'l bo'ladi, mana shu ho'l bo'ladi-da va bo'ldi. Boshqa tarafi tarqalmaydi. Shuning uchun aylantirib, to'yini mana shu suv quyayotganini tasavvur qiling, lekin aylantirib suv quyish kerak. Dilafruz keyin mana shunaqangi gullarni gulsevarlar uyda boqadi, qishin bilan, kuzda, bahor kelishi bilan ho'liga olib chiqib, yerga o'tkazishadi. Bu to'g'rimi? Hammasini ham emas. Yo'q, endi men bunaqalarni orxideya emas. Yo'q, masalan, bu gullarni uy sharoitida o'rgatib, turflar, masalan, turpog'ini o'zgartirasiz, boshqa qilasiz. U ko'chaga olib chiqqandan keyin tuvagi bilan ekib qo'ysangiz bo'ladi. Tuvagi bilan. Chunki baribir u turpoqni olib kirib ketish uchun o'sha ham olib kirib ketishga, ham shu turpog'i bilan buni turpog'i aralashib ketadi. Adaptatsiya bo'lishi ham oson bo'ladi.